Otangga rahmat Hasanboy. Sen oltin olib kelyapsan otangning oldiga. Mana bolalarim oltin yoqda tursin, kumush yoqda tursin, bir alyuminiyam olib kela olmaydi. Senlar borku, o'sha yoshligingni bekor o'tkazing. Mollar orqasidan yugurding, eshaklar orqasidan yugurding. Nima qiling yoshing? Bekor yurgan. Yo'l bo'lsin. Boksga. Boks bilan shug'ullanmoqchi edik, dada. Yurash bilan shug'ullansang bo'lmaydimi, ha? Birovni urib baraka topasanmi? Bittasi yomonroq uradi bir joyingga, keyin kallang liqillab yurasan, qo'l-oyog'ing qaltirab. O'zingiz qo'ymagansiz-ku yoshligimizda. Qo'lga qarab o'tdi dedingiz faqat. Senlarning o'zingning shaxsiy fikrlaring yo'qmi? Olimpiadada yana nimalar berishadi? Kvartira Toshkentdan, Samarqanddan. Hasanboylar ham tinmay ishlamagan, ozod dam olib turgan. Men ko'rganman, ular toqqa chiqib dam olib ishlagan. To'ying yaqin, toqqa toshbonmi? Ishla. Boksga turnukka osilishma kerak bu. Ursa bo'liku. Boksga turnukka osilmay, nimaga osilmoqchisan sen? To'xtat boksni, stop. Boks atmen. Diyora degan qiz $800 ming uyga olib kiribdi. Mana kecha akang ikkita buxon olib kelolmadi. Hozir ikkilaringni quloqlaringni sindirishdan boshlab. Men sindirib beraman, bu yoqni o'zlaring shug'ullanasizlar. Bolg'ani ber menga, bolg'ani. Bo'lmasa naushnikni olib qo'ying quloqdan. Quloq sindiraman deb naushnik sindirib olmasizlar. Hammasi mayli-ku, dadam haligi gimnastikachi qizlarni yutganini ko'rib qolmasinlar. Yurardik lentni aylantirib. Ha, yo'l bo'lsin bolam. Dada, bugun meni jangim bor. Qanaqa jang? Tarixiy jang. Menga duo qiling. Ilohim, oy borib omon kelgin. Kuchingga kuch, quvvatingga quvvat qo'shilsin. Dushmaningni yer tishlatib, yer bilan yakson qilib qaytgin. Sen esingdan chiqarma. Mahallamizni g'ururisan. Mahallamizga g'olibona kirib kelishingni ham so'rab qolaman. So'zlaringda yo'qdir ma'no, qidirdim ma'no yo'q. Biz bitta yo'ldan yuramiz, lekin sen qaysi yo'ldansan? Xitrlarga beramandan, sen kuzatasan derazadan. Sen o'zbekmassan sen. Ikkalamiz bir havoda olamiz nafas, lekin menga undaqa qafas kerak emas. Sen repda so'kinvosan, chunki qarg'ishga qolvasan. Repchilarning qarg'ishi bir kun urar seni sariq sochingga qo'yvorsan. Ya assalomu alaykum. Ey, shumi janging? Shu tarixiy jangmi shu? Men seni shu uchun yedirdimmi? Shu uchun ichirdimmi? Orqangdan chepdi otang. Bu seni katta xatoing. Menga tashlash sanga emas, aziz yaram emas, to'pig'imdan past. Uzr do'stim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Suv qayerda bor ekan? Bu yaqin o'rtada yo'q edi suv. Ha, topolmayman. Qidirmagan joyim qolmadi. Suv o'sha og'iz ochishga ozgina vaqt qoldi. Akajon, mana menda bor, ikkalamizga ham yetadi. Ya, o'zi bitta ekani sizda. Xijolat bo'lmang, bitta mayizni 40 kishi bo'lishib yegan. Uzr ukam, suv qayerda bor ekan? Bu yaqin o'rtada yo'q ekan. Yarim soatdan beri suv izlab topolmayman. Og'iz ochishga o'zi kam vaqt qoldi juda. Ha, mayli. Ukajon, iltimos, bittasini soting, suvingizni. Sota olmayman-ku, lekin tekinga berishim mumkin. Voy, rahmat. Faqat bitta shartim bor. Xo'sh. Bola videoga olishga tayyor bo'lib turibdi-da, buni tekinga tarqataman, keyin Instagramga qo'yaman, layklar yig'aman, kontent, mashhur bo'laman, hamma komment yozadi, yaxshi inson ekan deb. Layk. Menga qara. Sen yoshlarga nima bo'lyapti o'zi? Bitta laykni deb kiyimingni yechasanmi? Bitta laykni deb tomdan sakraysanmi? Bitta laykni deb ko'rsatmagan joying qolmadi. Bu ketishda senlar boru, hali otangni ham bitta laykka almashtirasan. Shu gapim ma'qul bo'lgan bo'lsa sizlardan bitta layk. Onasini yaxshi ko'radiganlar bitta layk bosib, qarindoshlar gruppasiga jo'natib qo'yamiz. Qayerda yuribsan? Ha? Qayerda yuribsan? Soat necha bo'ldi soat? Soatni bilasanmi? Kechirasiz? Kechiringmi? O'zingizni qo'lga oling. O'zingizni bosing. Qilayotgan ishini ko'ryapsizmi? O'zingizni Haqqa o'zim qo'lga olaman. Sanidan mahallada boshqa tomonga qoldik-ku. O'zingizni qo'lga oling, o'zingizni qo'lga oling. To'xtang. Nimaga o'ldirasiz? O'zimni bolam bilan o'zim gaplashsam bo'ladimi, qo'shni?
Hali o'zini qo'lga oling. Gaplashing. Haqiqatan sen yarim kechasi nima qilib yuribsan? Qanaqa o'g'il bolasan? O'g'il bola ham shunaqa bo'shang bo'ladimi? Ey, men seni dastingdan qanaqa bosh ko'tarib yuraman? Boshqa qaytarilmaydi. Qaytarilmasin. Odamni yerga tiqding sen, tiriklar yerga tiqding. O'g'il bola ham shunaqa bo'ladimi? Meni mahalla taniydi, mahalla emas, rayon, viloyat, respublika taniydi, meni respublikada bosh ko'tarib, qanday bosh ko'tarib yuraman? Shuni ham eplay olmadingmi? Shu qiyin narsami shunchalik? Oddiy raqs-ku mana. Ey, yaxshilab tayyorlan. Bugun TikTokda batilimiz bor ota bola. Mana sizga yana bir bor sekin tushuntiraman, qarang. Aynan sizni familiyadoshingiz chet elda juda ham puli ko'p milliarder odam. Shu odam olamdan o'tdi. Uni hech qanaqangi bir qarindoshi yo'q ekan. Sizni familiyangiz to'g'ri kelyapti. Juda katta pul. Ay yashang. Ana endi tushundingiz. Ana esliga, ana aqlli odam ekansiz. Ana endi tushundingiz. Endi aytib turaman, siz yozing kod raqamingizni menga aytasiz hozir. Ana, o'zi 15 million puling bor ekan. Necha vaqtma qilasan? Siz Husanovga o'xshab Manchester Cityda to'p surmoqchimisiz? Yoki siz undanda kuchli jamoalarda bo'lishni xohlaysizmi? Husanov meni bitta bebaho maslahatimni olib, mana shuncha martabasi ulug' bo'lib ketdi. Meni kursimni sotib oling va kommentariyada Husanov so'zini qoldiring.